Ana endi sizlarga spitsa darsimizni birinchi mavzusi petля olish. Bunda mana bunaqa kichkina ikkitalik spitsadan foydalanaman va hozir ko'rsataman sizga. Ana endi ipimizni olamiz. Spitsada qarang. Kurchukda ip olganimizda bu tomonimiz masalan kaltagina olinadi, to'g'rimi? Mana bu tomonimiz dumchamiz. Bu tomon to'qiladi. Spitsada esa bu tomon uzun olinadi. Chunki ipni ikkita tomonidan ham petля olinadi. Masalan, bizga hozir bir 20 ta petля olamiz. Taxminan mana shu ipni olamiz. Masalan, 25 sm atrofida. Bu qolyapti. Bu kalta tomoni spitsamiz, ipimizni. Bu esa uzun tomonimiz. Ana endi qarang, ipni xohlagan shaklda qo'yishingiz mumkin. Masalan, mana barmoq shaklida, sakkiz shaklida. Masalan, mana bu kichkina jimjimoqli barmoq bilan 4-barmog'imiz o'rtasidan o'tkazamiz va ko'rsatkich barmoq bilan bosh barmoqdan aylantiramiz va mana bu o'rtancha barmoq bilan 4-barmoq o'rtasiga tashlaymiz bu ipimizni. Bu ushlash uchun qulayroq. Mana xuddi shu tarzda ushlab olasiz. Masalan, endi qarang. Mana qo'ydim. Bu yoqdan aylantiraman bosh barmoqdan va o'rta barmoqqa ilib olamizda ushlab turamiz. Ana endi spitsamizni petля olganimizda spitsani ikkalasi ham birgalikda qo'shib olinadi. Chunki bitta spitsada olsak tor bo'lib qoladi va ikkinchi spitsamiz to'qish uchun kirolmay qoladi. Kichkina bo'lgani uchun. Ana endi hozir ipimizni olamiz mana. Bosh barmoqdan spitsamizni kirgizamiz. O'rtancha barmoqda ko'rsatkich barmog'imizda turgan ipni ilamiz bu barmog'imizga, spitsamizga va bosh barmoqdan chiqaramiz. Mana birinchi petlyamiz bu. Yana xuddi shu tarzda. Bosh barmoqdan kiramiz. Ko'rsatkich barmoqdagi ipni ilamiz spitsamizga, keyin bosh barmog'imizdan mana bosh barmog'imizni spitsamiz ustidan aylantiramiz va tortamiz mana. Ikkita bo'ldi. Ipimizni mana shunday tarzda ushlab olasiz mana. Ana endi davom ettiramiz yana. Bosh barmoqdan kirgizamiz. Ko'rsatkich barmoqdagina ipimizni spitsamizga o'tkazamiz va bosh barmog'imiz ustidagi ipni aylantirib o'tkazib olamiz. Mana 3 ta hosil bo'ldi. Yana xuddi shu tarzda kerakli hajmdagi spitsamizni, petlyamizni olamiz. Bosh barmoqdan kirgizdik, o'rtancha barmoqdagi ipimizni bu yerdan chiqarib olamiz, bosh barmoqdagi ipdan. Tortamiz, yana kirgizamiz, tortamiz. Bosh barmog'imizdan kirgizamiz, ko'rsatkich barmoqdagi ipni bu yerdan chiqarib olamiz mana. Mana bizda petlyallar olindi. Mana petyalarimiz tayyor.